Aziz obunachilarimiz, hozir bizda Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi mavjud. Hammaga ma'lum, hozir avtobus reyslarimiz o'z joyida turibdi. 15-raqamlar ostida yarim soatdan so'ng posадка jarayonlari boshlanadi. Soat 18:00 esa avtobus reyslarimiz safarga jo'nab ketishadi. Agar sizga Moskva yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri qatnaydigan avtobus reyslari kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Buning uchun hoziroq ekrandagi nomerlarga bog'lanib, masofadan turib o'z o'rningizni biroq qo'ying. Har bitta yo'lovchimiz uchun biletlar tarqatiladi. Shu biletlar skanerdan o'tkazilgandan so'ng bemalol avtobusga chiqib o'z joylariga joylashib olishlari mumkin. 50 hamda 60 kilogrammgacha bo'lgan yuklarni o'zlari bilan birga olib ketish imkoniyatlari mavjud. Toshkent avtovokzalining 2-qavatida xalqaro yo'nalishlar bo'yicha ofis hamda kassalarimiz ham mavjud. Bizni kuzatishda davom eting. Videoni Moskvaga ketadigan tanishlarga ibrat qo'yamiz.